Demak, mavzuyimiz elektroliz. Birinchi jarayonlar ko'rib chiqamiz. Elektroliz jarayonlari. Elektroliz moddalarni elektr toki ta'sirida parchalanishi. Demak, moddalar elektr toki ta'sirida parchalanishiga elektroliz deyiladi. Elektr toki lotinchasi elektr va lizis parchalanish degan ma'noni anglatadi. Elektrolizda bilish uchun birinchi jarayonlarni o'rganishimiz kerak. Jarayonlarni hosil qilish uchun birinchi qanday muhitlar, qanday sharoitlar kerak? Demak, bizga elektroliz o'tkaziladigan idish zarur. Elektroliz o'tkaziladigan idishning nomi elektrolizyor deyiladi. Yoki elektrolitik vanna. Demak, elektroliz o'tkaziladigan idish elektrolizyor yoki elektrolitik vanna deyiladi. Bu inert bo'lishi kerak. Inert degani ichkaridagi moddalarga, tokka, kislotaga, ishqorga chidamli va ular bilan reaksiyaga kirishmaydigan, erib ketmaydigan, yemirilmaydigan materialdan yasalgan bo'lishi kerak, ya'ni inert bo'lishi kerak. Inert materialdan yasalgan bo'lishi kerak. Xo'p, demak, birinchi navbatda bizga o'sha elektroliz o'tkaziladigan idish kerak. Va elektr oqimi. Bizga elektr oqimi musbat va manfiy elektr oqimi zarur. Buni batareyadan, akkumulyatordan, elektr tarmog'idan olish mumkin. Musbat va manfiy elektr oqimi zarur. Musbat va manfiy elektr oqimi maxsus plastinkaga ulanadi. Maxsus plastinkaga ulanadi. Xo'p, bu plastinka nomi elektrod deb ataladi. Bu plastinka nomi elektrod. Bu plastinka nomi elektrod deb ataladi. Bu elektrodlar manfiy klemmaga ulanishi mumkin. Ya'ni manfiy tok keladigan tokka ulanishi mumkin, manfiy klemmaga va musbat klemmaga ulanadi. Mana shu manfiy klemmaga ulangan elektrod manfiy elektrod deb ataladi. Musbat klemmaga ulangan elektrod musbat elektrod deb ataladi. Lekin bizda manfiy elektrodlar idishning ichidagi musbat ionlarni o'ziga tortganligi uchun katod deb nom berilgan. Katod. Demak, manfiy elektrodning nomi katod ekan. Katoddan manfiy tok harakatlanadi va u manfiy harakatlanadigan katod idishdagi, eritmadagi, suyuqlanmadagi musbat ionlarni o'ziga tortadi. Musbat elektrod anod deb ataladi. Musbat elektrod anod deb ataladi, undan musbat tok harakatlanadi va eritmadagi manfiy ionlarni o'ziga tortadi. Katod va anod so'zlari lotinchadan olingan, katodos va anodos so'zlaridan olingan, ko'tariluvchi va tushuvchi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu elektr oqimini harakatiga qarab nomlangan. Elektr oqimi musbat harakatlanadi va manfiy harakatlanishiga qarab
elektron olishi va elektron berishiga qarab ko'tariluvchi va tushuvchi degan ma'noni anglatadi o'zbekchasiga, lekin lotinchasiga katod va anod deb ataladi. Demak, manfiy klemma elektrodga ulanganda bu elektrod nomi katod deb ataladi. Musbat klemma elektrodga ulanganda elektrod nomi anod deb ataladi. Anod eritmadagi anionlarni, katod eritmadagi kationlarni o'ziga tortadi. Musbatlar manfiyga tortiladi, manfiylar musbatga tortiladi. Va eritmadagi musbat va manfiy ionlar tartibsiz harakatdan tartibli harakatga o'tadi. Ya'ni tok solinmasdan oldin musbat va manfiy ionlar aralash tartibsiz harakatda bo'ladi. Tok solingandan so'ng musbatlar alohida oqim paydo qiladi, manfiylar alohida oqim paydo qiladi-yu va tartibli harakat paydo bo'ladi. Bu elektrolit sxemasi. Endi mana bu elektrod ham inert materialdan yasalgan bo'lishi kerak. Inert. Inert material degani suvga, kislotaga, ishqorga, tuzga, eritmaga, suyuqlanmaga solinganda o'zi mana shu ichkaridagi anionlar va kationlar bilan reaksiyaga kirishmasi kerak. Faqat bitta vazifasi bo'lishi kerak. Vazifa tokni o'tkazib berish. Bo'ldi. Boshqa vazifasi bo'lmasi kerak. Tokni eritmaga o'tkazib berish vazifasini bajarish kerak. Shuning uchun mana shu elektrodlar ham inert materialdan yasalgan bo'lishi kerak. Faqat o'tkazib berish kerak. Moddalar bilan reaksiyaga kirishmaslik kerak. Endi jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Jarayonlar katodda sodir bo'ladigan jarayonlarni ko'rib chiqamiz birinchi navbatda. Katod. Bilamizki, katod manfiy tokga ulangan elektrod katod hisoblanadi. Demak, katodga musbat ionlar tortiladi. Musbat ionlar katodga tortilganligi uchun musbat ionlarga kation deb nom berishgan. Kation. Demak, katodda bo'ladigan jarayonlarni ko'rib chiqyapmiz. Katodda musbat ionlar, ya'ni kationlar tortiladi. Tushunarlimi? Katodda musbat ion, kationlar katodga tortilib zaryadsiz-lanadi. Demak, katodga nima bo'ladi desa, katodda musbat ionlar, ya'ni kationlar katodga tortilib zaryadsiz-lanadi. Kationlarning zaryadi bilamizki, musbat zaryad. Katodga borib zaryadsizlanishi uchun kationlar elektron olish kerak. Esdan chiqmasin. Kationlar katoddan, to'g'rimi? Katoddan elektron olishi zarur. Katod kationlarga elektron berishi zarur. Tushunarlimi? Kationlar, musbat ionlar, mana musbat ionlar katodga borib, kationlar elektron olishi zarur. Nega elektron oladi desa, hozir aytdikki, kationlar borib zaryadsizlanishi kerak. Musbatni zaryadsiz qilish uchun bundan manfiy kerakda. Manfiy esa elektron. Elektron bilasizlar manfiy zaryadlangan. Demak, mana bu yerdagi harakat qilayotgan elektron bularga o'tish kerak, bular shu elektronni olish kerak. Ya'ni zaryadsizlanishi kerak. Uning uchun kationlar katoddan elektron olish kerak, katod bularga elektron berish kerak. Tushunarlimi? Elektron berish kerak deb aytyapman. Demak, katod qaytaruvchi.
Chunki katod elektron beryapti-da. Katod qaytaruvchi. Kationlar oksidlovchi. Chunki kationlar elektron olish kerak-da. Kationlar elektron olib zaryadsizdanishi kerak. Elektron olganligi uchun kationlar oksidlovchi bo'ladi. Katod esa qaytaruvchi bo'ladi. Tushunarlimi? Katod qaytaruvchi bo'lganligi uchun savol beradi. Katodda qanday jarayon bo'ladi? Katodda qanday jarayon bo'ladi desa, qaytarilish bo'ladi sizlar. Tushunarlimi? Chunki katod borgani yo'q. Katodga kelishyapti. Katod qaytaruvchi bo'lgandan so'ng katod ularni qaytaradi. Ionlar o'zi kirib kelyapti katodga. Katod joyida turibdi. Demak, katod qaytaruvchi bo'lgandan keyin katod kelgan ionni qaytaradi. Oddiy qilib aytsak, elektron beradi. Demak, katodda qaysi jarayon sodir bo'ladi? Qaytarilish sodir bo'ladi. Va kationlar nima qiladi? Zaryadsizlanadi. Endi qaysi kationlar bor? Konspektimizda ham bor. Ko'rib chiqamiz. Qaysi kation desa, har qanday kation. Masalan, metal plus N degan kation turibdi. U metal 0 gacha qaytariladi. Metal plus N ioni elektron oladi. N ta elektron oladi va metal neytral holatga o'tadi. Biz katodni ko'rib chiqyapmiz. Endi bir valentli kationlardan, misol uchun natriyga misol keltiraman. 2 valentlilardan kalsiy misol keltiraman. 3 valentlilardan alyumin misol keltiraman. 4 valentlilardan qo'rg'oshinni misol keltiraman. Bo'ladimi? Endi natriy bitta elektron oladi. Natriy 0 ga aylanadi. Kalsiy 2 elektron oladi. Kalsiy 0 ga aylanadi. Alyuminiy 3 elektron oladi. Alyuminiyga aylanadi. Qo'rg'oshin 4 elektron oladi va qo'rg'oshinga aylanadi. Tushunarlimi? Katod har qanday metallga elektron bera oladi. Katoddan kuchli qaytaruvchi yo'q. Eng kuchli qaytaruvchi katod. Tushunarlimi? Endi vodorod borsa-chi desak. Vodorod borib bitta elektron olsa, vodorod 0 ga aylanadi. Lekin vodorod atomar holatda tabiatda tarqalmaganligi uchun 2 hissa vodorod boradi, to'g'rimi? 2 hissa vodorod 2 elektron oladi va molekulyar vodorodga o'tadi. Chunki vodorod molekulyar holatda uchraganligi uchun o'zidan 2 hissa ko'proq oladi. Tushunarlimi? Ammoniy degan kationimiz. Ammoniy kationi bitta elektron oladi. Bitta elektron olgandan so'ng NH4 0 ga aylanib qoladi. Afsuski NH4 0 degan molekula yo'q. NH4 degan molekula yasamoqchi bo'lsak, ammiak bilan vodorod yasamoqchi bo'lamiz. Ammiak degan molekula bor, lekin vodorod degan molekula yo'q atomar holatda. Shuning uchun ammiak nechta oladi? Ammoniy nechta oladi? 2 ta ammoniy, to'g'rimi? 2 ta elektron oladi va ammiak bilan, ya'ni 2 ta ammiak bilan molekulyar vodorodga ajraladi. Tushunarlimi? Qaytadan o'tyapmiz. Unchalik qiyin emas. Sizlar endi bilasizlar, natriy o'rniga kaliy ham qo'ya olasizlar. To'g'rimi? Litiy qo'ya olasizlar. Kumush qo'ya olasizlar. Ya'ni bitta natriy emas, bir valentda hammasi shunaqa bo'lishini bildilaring. Kalsiy o'rniga magniy qo'ya olasizlar, bariy, stronsiy qo'ya olasizlar. Temir plus 2 qo'ya olasizlar. Alyumin plus 3 o'rniga alyumin, temir plus 3 qo'ya olasizlar. 3 valentli qo'ya olasizlar-da endi. Oltin qo'ya olasizlar. Qo'rg'oshin plus 4 o'rniga margan plus 4 qo'ya olasizlar. Umuman olganda sxemani tushunib olish kerak. Ya'ni kationlar katodga borib elektron olib neytral holatga o'tadi.
Tushunarlimi? Katod qaytaruvchi ekan, katodda qaytarish sodir bo'lar ekan. Katod manfiy klemmaga ulangan tok. Katod tushunarli bo'ldimi? Endi anodni ko'rib chiqamiz. Anod. Anod bilamizki bizlarda anod musbat klemmaga ulangan. Musbat klemmaga ulangan. Anoddagi jarayonlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, anionlar anodda zaryadsiz-lanadi. Anionlar anodda zaryadsiz-lanadi. Endi anion manfiy zaryadlangan, manfiy. Tasavvur qilib ko'ramiz. Mana manfiy zaryadlangan. Endi bu nolga o'tish kerak, zaryadsiz-lanish kerak. Bu yerda ham manfiy bor. Bu bermaydi-ku, to'g'rimi? Agar mana bu anod yana elektron beraversa, bu minuslar ko'payib ketib qoladi. Mana minuslarni nol qilish uchun bundan minusini nima qilish kerak? Olib olish kerak. Mana minuslarni olib olish kerak. Shundan neytral zaryadsiz-lanadi. Kelishikmi? Shunda zaryadsiz-lanadi. Demak, anionlar anodda zaryadsiz-lanadi. Anionlar elektron beradi. Manfiy-ku, o'sha minusini berib yuborish kerak. Chunki tok minusda elektron oqadi. Anod aniondan elektron oladi. Demak, anod elektron olar ekanda. Anod okslovchi ekan. Anod okslovchi. Hozirgina katod qaytaruvchi edi. Eng kuchli qaytaruvchi edi. Anod okslovchi, eng kuchli okslovchi. Anionlar elektron beryapti. Anionlar qaytaruvchi bo'ladi. Chunki anionlar elektron berib, zaryadsiz-lanadi, qaytaruvchi. Anod aniondan elektron oladi, ya'ni anod okslovchi bo'ladi. Shunda anionlar anodda zaryadsiz-lanish sodir bo'ladi. Xulosa qilamiz. Anodda qanday jarayon bo'ladi deydi. Anodda qanday jarayon bo'ladi desa, anod okslovchi, anod o'zi bormaydi, ular keladi. Okslovchi turibdi. Ular kelsa, anod kelganini okslayveradi. Anod eng kuchli okslovchi, ftordan ham kuchli okslovchi. Demak, anod kelgan anionlar hammasini okslayvergandan so'ng anodda oksidlanish sodir bo'ladi. Anodda oksidlanish sodir bo'ladi, katodda qaytarish sodir bo'ladi. Va anionlar zaryadsiz-lanadi. Tushunarlimi? Endi sizlarga anionlar kursda qani, qaysi anionlar bilasizlar? Qaysi anionlar ko'p uchraydi? Kislodsizdan boshlayman. Kislodsizdan. Kislotsiz anionlar, galogenlar, ftor degani bor, xlor degani bor, brom degani bor, yod degani bor, sulfit degani bor, sianid degani bor va hokazo. Shular bor-da. To'g'rimi? Demak, ftor, xlor, brom, yod, oltingurt, sen zarariga qaranglar mana. Minus-ku, to'g'rimi? Ana shu anionlar nolga o'tishi kerak. Nolga o'tishi uchun, ya'ni ftor nolga o'tmoqchi, misol uchun. -1 turibdi, to'g'rimi? Demak, bu elektron beradi. Bitta bersa, nolga o'tadi. Lekin ftor atomi unaqa modda yo'q, to'g'rimi? Tabiatda ular molekulyar holatda uchragani uchun ikkisi ko'proq sodir bo'ladi-da. Bu ham ikkisi ko'proq sodir bo'ladi. Bunisi ham ikkisi ko'proq sodir bo'ladi. Ya'ni elektron beradi. Bu ham ikkisi ko'proq sodir bo'ladi. Bu ikkisi ko'p bo'lishi shart emas. Chunki oltin gurt o'zi uchraydi. Ikkita elektron berib, oltin gurt nolga aylanadi.
Bu bitta elektron bersa, bunaqa modda yo'q-ku. To'g'rimi? Ditsian degan modda bor. Ditsian modda bo'lishi uchun ikkitasi ikkita elektron berib, ditsianga aylanadi. Demak, anionlar neytrallanadi. Anionlar elektron berib neytrallanadi. O'ziga teng elektron berishi mumkin, zaryadiga teng yoki ikkitasi birgalikda elektron berishi mumkin. Endi u tabiatda uchrashiga qarab. Tushunarlimi? Demak, mana shu kislorodsiz anionlar anodda neytrallanadi. Endi kislorodliga o'tamiz. Kislorodliga. Kislorodli anionlardan eng ko'p uchraydigan o'sha sulfatlar, permanganatlar. Shular ko'ramiz, nitrat. Demak, sulfat anioni bor. Nitrat anioni bor. Fosfat anioni bor. Misol uchun mana shular bor. Kislorodli anionlar. Kislorodli anionlar masalan men uchun mana shu ikkita beradi. Bu bitta beradi, bu uchta beradi. Lekin ikkita berib ko'rsa nima bo'la qaranglar. Ikkita berib ko'rsa, SO4 degan molekula yo'q-ku. To'g'rimi? SO4 degan molekula yo'q. Kim bu? SO3 bilan atomar kislorodga parchalanadimi? Atomar kislorod ham yo'q-da. Shuning uchun bundan necha hissa? 2 hissasi. Bundan 2 hissasi nechta beradi? 4 ta beradi. Ikkita SO3 bilan molekulyar kislorod chiqaradi. To'g'rimi? Endi oldin ham aytgandik, konspektimizda ham bor, yana aytamiz. Kislorodli anionlar angidrid va kislorod hosil qiladi. Kislorodli anionlar anodga borsa, o'zining angidridi, ya'ni oksid, angidrid degani oksidda, o'zining angidridi va kislorod hosil qiladi. Angidrid nima? Masalan, sulfat kislota bo'ladigan bo'lsa, sulfat kislotada oltin go'rning valentligi yoki oksidan darajasi topaman. -2 dan 4 tasi -8. +1 dan 2 tasi +2. Necha yetishmayapti? +6. Demak, sulfat kislotada oltin go'r +6 oksidan darajasiga ega va uning 6 oksidi, ya'ni 6 oksidi uning angidridi hisoblanadi. Tushunarlimi? O'zining angidridi hisoblanadi 6 oksidi. Shunda sulfat anioni deyapmiz. Sulfat anioni anodga borsa, zaryadsizlanib nima hosil qiladi desa, qoida bo'yicha angidridi va molekulyar kislorodni hosil qiladi. To'g'rimi? Mana o'sha konspektimizda anionlarni hammasini aytgan. Anionlar nima hosil qilishini, to'g'rimi? Uni angidridigacha ko'rsatilgan. Demak, sulfat, ikkita sulfat deyay, 4 elektron berib angidrid va kislorod hosil qiladi. Tushunarlimi? Bitta sulfat emas, barcha anionlar, ya'ni kislorodli anionlar anodga borib elektronlarni berib angidrid va molekulyar kislorod hosil qiladi. Hammasi. Shunda mana bu sulfit kislotadan sizlar sulfit anionni ajratib olasizlar. Sulfit anionda plus necha? 4 mi? To'g'rimi? +4. Demak, agar oldindan sulfit ioni anodda oksidlanmoqchi bo'lsa, to'g'rimi? Ikkitasi 4 elektron berib, oltin go'r 4 oksidi, chunki 4 ku, va kislorodni hosil qiladi. Agar fosfat ioni chiqsa, mana fosfat. Mana bu yerda fosfor oksidan darajasi +5. Demak,
Bu fosfor 5 oksidi bilan kislorodni hosil qiladi. Fosfor 2 qo'yamiz. Ikkitasini nechta beradi? 6 ta beradi. 2 kira 4 8 ta, 5 ta. Bu yerga 1,5 qo'ysak tenglashadimi? Tushunarlimi? Nitrat ko'ramiz buni. Biza nitrat anioni kelgan. Nitratda azot oksigen darajasi topsak, -2 dan 3 tasi -6, vodorod +1 dan bittasi +1, demak azot +5. Nima hosil bo'ladi desa, azot 5 oksidi bilan molekulyar kislorod chiqadi. Azot 2 ta, 2 qo'yamiz. Bittasi bitta bersa, ikkitasi 2 ta beradi. Kislorod 2 kira 3 6 ta, bu yerda 5 ta bor, bu yerda yarim qo'ysak bo'ladi. Xromat, permanganat, xlorid, har xil anionlar bor-da endi. Shular anionlar ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana xromatda xrom O4 2- degan anion bo'lishi mumkin. Marganez O4- bo'ladi va xlor O2- bo'ladi. Anionlar ko'rib chiqyapmiz. Mana bu yerda xrom +6 mi? Necha oksid chiqadi? Xrom 6 oksidi bilan kislorod chiqadimi? To'g'rimi? Xrom 6 oksidi bilan kislorod chiqadi. Ikkitasi 4 elektron berib, shunaqa chiqaradi. Yoki mana bu yerda marganez +7 mi? Marganez 7 oksidi bilan kim chiqaradi? Kislorod chiqaradi. 2 qo'ysak, ikkitasi 2 ta beradi. Bunisi kislorod -2, -2 dan ikkitasi -4, vodorod +1 dan bittasi +1, +3. Xlorid kislotada xlor +3 ekan. Demak, 3 oksid chiqadi. Kislorod chiqadi. Tushunarlimi? Ikkitasi 2 ta beradi. Xlor 2 ta, xlor 2 ta, kislorod 2 kira 2 4 ta, bu yerda 3 ta, bu yerga yarim qo'ysak bo'ladi. Tushunarlimi? Aniondan xulosa yasab olinglar. Demak, anionlar kislorodsiz bo'lsa, nolga aylanadi. Nolga. Kislorodli bo'lsa, o'zining angidridi va kislorod hosil qiladi. Kislorodli kislorod qoldiqlari o'zining angidridi va molekulyar kislorod hosil qiladi. Va bir ikkita misollar ko'rsatilgan. Konspektimizda ham mana sulfat, fosfat, nitrat, sulfit, permanganat, dixromat, xromat misol keltirilgan. Tushunarlimi? Endi kislorodlilarni ko'rib chiqyapmiz. Kislorodlilardan OH qoldi, to'g'rimi? OH qoldi. O'sha OH degan anion taqdiri qanaqa bo'ladi? OH degan anion bitta elektron berib OH 0 ga aylana olmaydi, chunki OH 0 degan moddani o'zi yo'q. Shuning uchun bu 4 tasi birga boradi. 4 tasi nechta elektron beradi? 4 elektron beradi. 4 elektron beradi. Demak, bitta suv va bitta kislorod hosil qilsa, 2 qo'ysak tenglashadi. Demak, OH ning borishi qanaqa? OH anioni anodga boradigan bo'lsa, birisi bormaydi. 4 tasi birgalikda borib, 4 elektron berib, molekulyar suvdan 2 ta va molekulyar kisloroddan bitta hosil qiladi. Tushunarlimi? Har doim OH 4 ta bilan boradi. Bitta murakkab bitta oddiy emas. Bu elektroz jarayonlarida nima chiqishi hisoblangan, nima chiqishi o'rganilgan. O'rganilganda kislododsizlardan o'zi chiqqan, kislorodlilardan angidrid va kislorod chiqqan, OH dan suv bilan kislorod chiqqan. Boshqa narsa chiqarish haqqimiz yo'q, sababi elektroz jarayoni shunaqa. Shuni o'rganishimiz kerak va shuni yodlashimiz kerak. Demak, 4 ta OH 4 elektron berib suv bilan kislorod hosil qiladi. Tushunarlimi?
Demak, anorganik anionlar ko'rdik. OHni ham ko'rdik. Endi organik anionlar ko'ramiz. Organik anionlarni ko'rish uchun Kolbe reaksiyasini bilishimiz kerak, to'g'rimi? Kolbe. Endi Kolbe reaksiyasi asosan atsetdan boshlanadi. Birinchi mexanizmi qanaqa? Mana Kolbe. RCOO degan anion bo'ladi, to'g'rimi? Kislotalarda. Bu ikkitasi deysizlar. Qaranglar, bu anionlarim ikkitasi. Bittasi bitta bersa, ikkitasi ikkita beradi va ikkita karbonat chiqadi. Nechta radikal qoldi? Shu radikal o'z bilan o'zi bog'lanadi. Mana shu organik anionlarning anodda oksidlanishi. Masalan, sirka kislotani ko'ryapmiz, atset anionni. Ikkitasi deyishlan kerak, chunki radikal bir o'zi qolib ketmasligi kerakda. Bitta radikallik molekula yo'q-ku. Ikkita bo'lishi kerak. Ikkita elektron berib, ikkita karbonat hosil qiladi va metil o'zi bilan o'zi bog'lanib qoladi. Tushunarlimi? Demak, elektroliz reaksiyalari biz o'ylagancha qiyin emas. Nimalarni ko'rdik? Katodni ko'rdik. To'g'rimi? Katodda qaytarilish bo'ladi. Kationlar elektron olib nolga o'tadi. Eplaysizlarmi? Anodni ko'rdik. Anodda kislotsiz anionlar elektron olib neytralga o'tadi. Kislotlilar ham elektron olib o'zining angidridi bilan molekulyar kislorod hosil qiladi. OH ni ko'rdik. Demak, 4 ta OH 4 ta elektron olib suv bilan molekulyar kislorod hosil qiladi. Organik anionlarni ko'rdik. Organik anionlar ikkisi birga borar ekan, karbonat bilan radikalning ikkisi ko'paygan alkan hosil qilar ekan. Tushunarlimi? Demak, mana shu elektrolizning sxemasi. Endi bizlar elektrolizda nimalar ishtirok etishini, katodni, anodni, elektrodni, elektrolitik vannani, ya'ni elektroliz yorni, katodda nima bo'lishini, anodda nima bo'lishini ko'rib chiqdik. Endi idishning ichiga o'tamiz. Idishning ichiga elektronlar, anionlar yoki kationlar harakat qilishi uchun, ya'ni harakat bo'lishi uchun idishning ichiga solinadigan modda suyuq holatda bo'lishi kerak. Suyuq holatda bo'lish uchun yo suyuqlantirilishi kerak yoki eritilishi kerak. Shuning uchun suyuqlantirilgan reaksiyalar alohida o'rganamiz, eritmadagi reaksiyalar alohida o'rganamiz. Tushunarlimi? Demak, mana bu yerdagi, mana shu muhitdagi moddaning tabiatiga ko'ra, demak bizda suyuqlanma elektrolizi bor va eritma elektrolizi bor. Chunki mana shu elektrodlarga tomon anion va kationlar harakat bo'lishi uchun, harakat bilamizki, suyuqlikda harakat yaxshi bo'lganligi uchun mana shu ichkaridagi elektrolit modda yo suyuqlantirilishi kerak yoki eritmaga suvda eritilishi kerak. Mana shu suyuq holatga keltirish uchun ayrim moddalar harorat ta'sirida suyuqlantiriladi, ayrim moddalar suv ta'sirida eritmaga o'tadi. Shuning uchun elektroliz reaksiyalar ikkiga bo'linadi, suyuqlanma va eritma elektrolizga bo'linadi. Suyuqlanma elektrolizni ko'rib chiqamiz. Suyuqlanma. Xo'p. Suyuqlanma elektrolizda tanlov yo'q. Hisob qo'yinadi. Tanlovsiz. Eritma elektrolizda tanlov bor. Buni tushundiraman. Hozir suyuqlanma elektrolizni ko'rib chiqamiz, tanlovsizni ko'rib chiqamiz. Demak, suvni o'zidan boshlaylik. Suv o'zi suyuq holatda bo'ladi. Elektroliz qilamiz. Elektroliz. Bilamizki, bu yerda ikkita anion bor, vodorod bilan OH. To'g'rimi? Vodorod bilan OH bor. Vodorod kationdan katodga nima chiqadi? Molekulyar vodorod chiqadi. OH dan bilamizki, suv bilan kislorod chiqadi. To'g'rimi? Endi suv idishda qolib ketadi, chunki suv elektroliz bo'lyapti-ku. Kim chiqadi?
kislorod chiqadi. Demak, mana shu suvning elektrolizi. Suv elektroz bo'lsa, o'zi suyuqku vodorod bilan kislorodga parchalanadi. Endi mana ditsiyani ko'rib chiqamiz. Siyanoksidani. Siyanoksidda elektroz bo'lsa, yana aytaman, tanlov yo'q bu yerda. Tanlov yo'q degani bitta kation bor, bitta anion bor. To'g'rimi? Katod kim chiqadi? Vodorod. To'g'rimi? Anodgachi? Ditsiyan. Bo'ldi, ana shu elektroliz. Endi natriy xlor ko'rib chiqamiz. Elektroz qilamiz. Bu yerda tanlov yo'q. Katod kim chiqadi? Natriy. Anodga xlor. Bo'ldi. Mana shu elektroliz. Tanlovsiz, ya'ni katodga bitta modda kation, anodga ham bitta kation yoki mana kaliy sulfat ko'rib chiqaylik. Suyuqlanmasini. Katodga kaliy. Kaliy chiqadimi? Bu kislorodligi bu. Kislorodlik kislorod qoldiqlaridan nima chiqadi desa, o'zining angidridi bilan kislorod chiqadi deb yodlaganmiz. Demak, SO3 bilan kislorod chiqadi. Tushunarlimi? Elektroliz eng muhim narsa reaksiya. Elektroliz reaksiyasini to'g'ri o'rgansak, misol aniq chiqadi. Demak, suyuqlanma elektrolizida katodga va anodga nima chiqadi desa, katodda bitta tanlov bor. Anodda ham bitta tanlov bor. O'shalar chiqaveradi. Ya'ni suyuqlanma elektrolizi oson. Bittadan kation, bittadan anion bor. Endi bu yerda konspektimizda ham bormi? Suyuqlanma elektrolizda nima chiqishlari? Bir ko'rib chiqasizlar. Tushunarlimi? Endi eritmaga o'tamiz. Eritma elektrolizi. Tanlov mavjud. Tanlov mavjud. Demak, eritma elektrolizida bizda katodda ham solishtirish bor, anodda ham solishtirish bor. Nega solishtirish bor desa, chunki eritma elektrolizida natriy xlorni elektroz qilmoqchi bo'lsak, endi bu idishda ikkita modda bor. Hozirgina natriy xlor suyuqlanmasi elektroz qilganimizda tanlov yo'q. Natriy o'zi boradi, xlor o'zi boradi deyotgan edik. Endi bu yerda tanlov bor. Natriy boradimi, vodorod boradimi? Xlor boradimi, OH boradimi degan tanlov bor. Sababi katod va anodda mana shu kationlar va anionlar o'zining oksidovchilik va qaytaruvchilik xossasiga qarab boradi. Demak, katoddan boshlayman. Katod qaytaruvchi. To'g'rimi? Katod qaytaruvchi. Katod qaytaruvchi bo'lganligi uchun oksidovchini tortadi. Ikkita oksidovchi bor. Natriy oksidovchisi bor va vodorod oksidovchisi bor. Ya'ni natriy plus oksidovchi bor va vodorod plus oksidovchisi bor. Ikkita oksidovchi bor. Qaysi birini tortadi desa, metallarning kuchlanish qatori, o'sha bektiv qatori metallarni, ya'ni kationlarni qaytaruvchilik va oksidovchilik xossasiga qarab taxlangan. Ana shu qatorga qarab kim kuchli oksidovchi, kim kuchli qaytaruvchi ekanligini aniqlab olamiz. Undan oldin bir narsani bilib olinglar. Katod qaytaruvchi kimni tortadi desa, oksidovchini tortadi-da. To'g'rimi? Endi ikkita oksidovchi bor. Qaysini tortadi desa, oksidovchini kuchlisini tortadimi yoki kuchsizini tortadimi degan savol tug'iladi. To'g'rimi? Endi sizlar aytasizlarki, oksidovchini kuchlisini tortadi. Chunki oksidovchini kuchlisi birinchi bo'lib qaytarilishga loyiqda. Tushunarlimi? Endi o'sha metallar kuchlanish qatorini yozib chiqamiz. Metallar kuchlanish qatori demak litiydan boshlanar ekan, to'g'rimi? 6. Mana shu qator. Endi kationlarida mana shu. Mana shu ketma-ketlikni bektiv yaratgan va mana shu ketma-ketlik bo'yicha bir narsa esdan chiqmasin. Mana shu litiydan oltinga tomon
oksidlovchilik xossasi ortadi. Bizga aynan shu kerak. Sababi biz bilishimiz bo'yicha katod qaytaruvchimi, oksidlovchimi? Qaytaruvchi. Katod qaytaruvchi. Qaytaruvchi eritmaga tushgandan so'ng eritmada ikkita kation borligini sezyapti. Ikkita kation bor. Biri natriy, biri vodorod kationi bor. Ikkalasi ham oksidlovchi. Chunki ikkalasi ham nolga o'tish uchun oksidlovchi vazifasini bajaradi. Lekin katod kuchli oksidlovchini birinchi bo'lib tortadi. Kuchli oksidlovchini birinchi bo'lib tortadi. Bektiv qatorida litiydan oltinga tomon oksidlovchilik xossasi nima qilar ekan? Ortadi. Vodorod natriydan kuchli oksidlovchi. To'g'rimi? Oksidlovchilik ortar ekan. Demak, hozir natriy xlor eritmasi elektroz qilayotganimizda katodga bitta tanlov bor sizlarda. Natriy yozamanmi, vodorod yozamanmi desa, vodorodni yozinglar. Katodga vodorod chiqdi. Natriy qoldi. Natriy qachon chiqadi? Natriy ham chiqadi. Vodorod tugasa. Vodorod tugasa, rostdan natriy chiqadi. Lekin vodorod tugashi kerak. Tushunarlimi? Endi anodni ko'ramiz. Anod oksidlovchimi? Anod oksidlovchi. Anod oksidlovchi bo'lganligi uchun ikkita qaytaruvchi turibdi. Xlor va OH degan qaytaruvchilar turibdi. Tushunarlimi? Xlor va OH qaytaruvchi turibdi. O'sha qaytaruvchiligi kuchlisini tortadi-da. Qaytaruvchiligi kuchlisini tortadi. Xo'p, biz qaytaruvchilik kuchli, kuchsizligini qaydan bilamiz desa, biz 8-sinf kitobida yod, brom, xlor, to'g'rimi? Sulfit ionlarni ko'rganimizda yuqoridan pastga qarab qaytaruvchilik ortadi degan edik. To'g'rimi? Yuqoridan pastga qarab qaytaruvchilik ortsa, demak eng kuchli qaytaruvchi yod ekanda. Kelishdikmi? Eng kuchli qaytaruvchi yod. Demak, yod, brom, xlor bu tomonga o'tsak, xlordan so'ng sulfit bor. To'g'rimi? Qaytaruvchilik bunaqasiga ortar ekan. Endi OH yozaman. OH, sulfat, nitrat, fosfat va hokazo, oxirida ftorid. Shunda biz ham yodlaganmiz yoki kimdir tushunib olgan. Mana shunaqasiga qaytaruvchilik ortadi. Shunda biz qanday yodlaganmiz? Kislorodsiz deb yodlaganmiz. Kislorodsiz anionlar, endi bu yerda yod, brom, xlor, oltinga kislorodsiz anionlar bor-ku. Kislorodsiz anionlarning qaytaruvchilik xossasi OH dan kuchli. Kislorodlidan ham kuchli. Demak, kisloradsizlarning qaytaruvchilik xossasi OH va kislorodli anionlarda nima ekan? Kuchli ekan. Shunda o'zimiz yodlab qolardik. Kislorodsiz bo'lsa, o'zi chiqadi deb boshlardik. Mayli yodlanglar. Kislorodsiz bo'lsa, o'zi chiqadi deb yodlanglar. Yoki qaytaruvchilik xossasi, kisloradsizlarning qaytaruvchilik xossasi kislorodlilardan ko'ra kuchliroq deb yodlanglar. Demak, kisloradsizlar bo'lsa nima bo'lar ekan? O'zi chiqar ekan, to'g'rimi? Hozir xlor bilan OH tanlov turibdi. Kim chiqaray? Xlorni. Demak, OH qoldi. OH bormaydimi desa, boradi. Xlor tugagandan keyin boradi, to'g'ri. Demak, katodga vodorod chiqdi, anodga xlor chiqdi. To'g'rimi? Endi kimlar chiqmadi? Natriy bilan OH eritmada qoldi. Tushunarli bo'ldimi?
Katod va anod tanlov kelganda sizlarda ikkita sxema, ikkita qator yodlash kerak bo'ladi. Yuqoridagi qator yodlamasalangan mayli, chunki imtihon kuni beriladigan davriy sistemada metallar kuchlanish qatori bo'ladi. Lekin mana bo'lmaydi. Anionlar qator bo'lmaydi. Anionlar qatorini yodlab qolasizlar. Kislorodsiz bo'lsa o'zi chiqadi deysizlar. Endi qaranglar. Hozir xlor OH yutib chiqdi, to'g'rimi? Sulfatni ham ko'rib beray. Sulfatni. Demak, bizda mis sulfat eritmasi mavjud. Mana. Mis sulfat eritmasini elektroz qilyapmiz. Katodga mismi vodorodmi degan savol tug'iladi. Aytasizlar, mismi vodorodmi desa, qaysi biri? Mis, ha? Chunki mis kuchli oksidovchi-da, mis chiqadi deysizlar. Demak, katodga mis chiqadi. Anodga sulfatmi, OHmi desa, kim? OH. Demak, OH kislorodsiz yutqazsa ham kislorodliklarni yutib chiqadimi? Sulfat chiqadimi, OH chiqadimi desa, OH chiqadi. Lekin 4 ta OH birga boradi. 4 ta OH anodga borib, suv bilan molekulyar kislorodga parchalanadi. Suv eritmada qoladi, chunki eritma suvdan iborat-ku. Kim chiqadi? Kislorod chiqadi. Tushunarlimi? Endi kim chiqmadi? Vodorod bilan sulfat chiqmadi. H2SO4 chiqmadi. H2SO4 eritmada qoladi. Mana shu mis sulfat elektrolizi. Endi mana ikkita qatorga qaytamiz. Mana shu moddalar vodorod yozib qo'ygan. Mana bu moddalar metal press vodorod yozib qo'ygan. Bu moddalar metal yozib qo'ygan degan konspektlar ko'rasizlar, nazariyalar ko'rasizlar. Shuni tushuntirib berishim kerak nimaligini. Demak, litiy, seziy, rubidiy, kaliy, bariy, stronsiy, kalsiy, natriy, magniy, berliy, alyuminiy kabi metallar bir idishda vodorod bilan bir idishda bo'lib qolsa, ya'ni eritmada demoqchiman deydi. Vodorod bilan bir idishda bo'lib qolsa, metal chiqadi, vodorod chiqadi deydi. Kim chiqadi? Vodorod. To'g'rimi? Mana shu oksidovchilik xossasi yoki qaytuvchilik xossasini bilgan odamga bu sxema kerak emas. Lekin baribir ham ko'rsatyapman. Vodorod chiqishini hozir isbotladik-ku. Natriy chiqdi, vodorod chiqdi desa, vodorod chiqdi-ku. Tushunarlimi? Demak, mana shu metallar eritmada vodorod bilan birga kelsa, bu metallar chiqadi vodorod tugagandan so'ng. Lekin birinchi kim chiqadi? Vodorod chiqadi. Tushunarlimi? Endi mana bu qator. Bu metallar vodoroddan keyin turganini hamma ko'rib turibdi-da endi. Bu metallar vodoroddan keyin turibdi. Mana shu metallar vodorod bilan solishtirilganda, hozir mis bilan vodorod solishtirdik, mis sulfatda. Vodorod chiqadi, metal chiqadi desa, metal chiqadi. Tushunarlimi? Metal chiqadi. Bulardan ham metal chiqadi. Vodorod metaldan keyin chiqadi. Endi o'rta qator, juda muhim mana shu o'rta qator, marganesdan vodorodgacha. Bular o'rta faol metallar deb ataladi. O'rta faol metallarning faolligi vodorodning faolligi bilan teng. Vodorodning faolligi bilan teng. Ya'ni bu yerda kuch sinashish qiyin. Tengda. Shunda o'rta qatorda masalan rux nitrat eritmasi turibdi. Mana rux nitrat eritmasi turibdi. Shuni elektroz qilib ber desa, rux nitrat plus suv katodga ruhni ham, vodorodni ham chiqarish haqlaring bor. Chunki ruh bilan vodorodning faollik kuchi qisman teng. Ruhni ham vodorodni ham chiqarish haqlaring bor. Shunda bir xillar ikkovini ham chiqarib qo'yadi. Ruh plus vodorod chiqarib qo'yadi. Yo'q, bunday qilmanglar. Vodorod chiqmaydi demayapman men ham. Vodorod chiqadi. Vodorod chiqadi faqat alohida reaksiya qilib chiqaringlar. Ya'ni ruh chiqaringlar. Nitratmi, OHmi desa, OHdan kim chiqadi?
kislorod. Chunki OH barcha kislorodliklarni yutib chiqarga baribir. Kislorod chiqadi va eritmada H NOH qoladi. Qani vodorod desa, suvni elektroz qilgan alohida. Tushunarlimi? Suvni elektroz qilasizlar, katodga vodorod chiqarasizlar, anodga kislorod chiqarasizlar. Ya'ni rux, nitrat va suvni bir vaqtda elektroz qilasizlar. Bir vaqtda elektroz qilasizlar. Lekin mis sulfatda suvni elektroz qilmadik. Tagida yozganim yo'q. Nega? Chunki mis sulfat maqsin tugasin. Mis sulfat tugagandan so'ng suvni elektroz qilasizlar. Mis sulfat tugaydi, keyin suvni elektroz qilasizlar. Bu yerda rux nitrat bilan suvni birdan elektroz qilasizlar, vodorod chiqishi uchun. Shuning uchun rux ham chiqadi, vodorod ham chiqadi. Faqat ikkalasi bir vaqtda chiqadi. Bir vaqtda chiqishi uchun uni ruhni alohida reaksiyadan, vodorodni alohida reaksiyadan chiqarasizlar. Tushunarlimi o'rta qator? Demak, o'rta qatorda mana metal plus vodorod deb yozib qo'ygan nazariyalarni o'chirasizlar. Metal va vodorod yozib qo'yasizlar. Ikkovi farqi bor. Metal plus vodorod bilan metal va vodorod farqi bor. Metal plus vodorod degani ikkovidan chiqadi deganda, u noto'g'ri u. Metal va vodorod, metal alohida reaksiyadan chiqadi, vodorod alohida reaksiyadan chiqadi. Tushunarlimi? Demak, endi anionlar qatoriga o'tamiz. Anionlar qatorida kislorodsizlar OH dan kuchli ekan, OH kislorodlikdan kuchli ekan. Oxirida nima yozib qo'ydim? Ftor. Demak, ftorid anioni kislorodsiz bo'lsa ham hammasidan kuchsiz ekan. Masalan, natriy ftorni elektroz qilib ber desa, katodga natriy bilan vodorodmi? Vodorod. Anodga ftor chiqarib qo'ymanglar. OH dan kislorod chiqaringlar. Eritmada natriy ftor nima qiladi? Qoladi. Demak, natriy ftor o'zgarishsiz qoladi. Umuman olganda, ftor eng kuchsiz ekanligini bilinglar. Tushunarlimi? Mana shu eritma elektrolizi. Men endi yana qaytaman, mana bu yerda tanlov mavjud degan joyga qaytaman. Tanlov mavjud. Bu yerda tanlovsiz yozdim. Demak, suyuqlanmada tanlov yo'q. Natriy, xlor, tamom. Eritmada tanlov mavjud. Ya'ni suv bilan solishtirasizlar. Kationni vodorod kationi bilan, anionni OH anion bilan solishtirasizlar. Bu solishtirish qatori mana. Solishtirish qatorini yuqoridagi bekitib qatorini testlarda, imtihonlarda oldilariga qo'yadi. Lekin anionlar qatorini yodlab qolish kerak. Konspektimizda ham bor, bir o'qib chiqasizlar, yodlab qolasizlar. Kislorodsiz bo'lsa, o'zi chiqadi. OH barcha kislorodliklardan va ftordan ham ustun. Tushunarlimi? O'sha muhim joyga keldik. Mana shu joylardan savol tushadi, ehtiyot bo'lasizlar. Elektrolizda bitta modda elektroz bo'lib, ikkinchisi elektroz bo'lmay qolishi mumkin. Bu degani, masalan, bir eritmada natriy sulfat eritmasi bor, suv bor. Elektroz qilsak, natriy sulfat plus suv yozamiz. Katodga natriy vodorodmi desa, vodorod tanlaymiz. Anodga sulfatmi, OHmi desa, kislorod tanlaymiz. Keyin buni ustidan chizib qo'yasizlar. Chunki katod ham suvdan chiqdi, anod ham suvdan chiqdi. Ya'ni katod ham anod ham bitta moddadan chiqqanligi uchun eritmada bitta modda kamayaveradi. Mana shu bitta modda tugamas ekan, ikkinchisiga o'tmaydi. Bu degani, natriy sulfat eritmasi elektroz qilinganda faqat suv elektroz bo'ladi. To'g'rimi? Demak, faqat suv elektroz bo'lyapti. Faqat suv elektroz bo'lyapti. Natriy sulfatning massasi o'zgarmayapti. Massasi, moli o'zgarmayapti. Chunki faqat suv elektroz bo'lyapti-da. Lekin suvning kamayishi hisobiga eritma konsentratsiyasi nima qilyapti? Ortyapti.
konsentratsiya ortyapti. Tushunarlimi? Bitta modda elektroz bo'lsa, ya'ni katod ham anod ham bitta moddadan chiqib ketadigan bo'lsa, demak, ikkinchi modda shu turcha qoladi. Ikkinchi holat. Masalan, oltin 3 xlorid degan modda bo'lishi mumkin. Oltin 3 xlorid degan modda oladigan bo'lsak, elektroz qilamiz. Katodga oltin, vodorodmi oltinmi desa oltin tanlaysizlar. Xlormi kislorodmi desa xlor tanlaysizlar, keyin buni ustidan chizib qo'yasizlar. Endi katod ham anod ham bitta moddadan tarkibdan chiqyapti, ya'ni oltin 3 xloriddan. Demak, bu tugamas ekan, bunga o'tmaydi. Bu yerda eritma konsentratsiyasi nima qiladi? Kamayadi. Suv o'zgarmaydi. Suvning massasi, moli o'zgarmaydi. To'g'rimi? Chunki faqat bu elektroz bo'lyapti-da. Katod ham anod ham faqat mana shu bitta moddadan olavergandan so'ng suv o'zgarishsiz qoladi-da. Lekin eritma konsentratsiyasi kamayadi, chunki oltin uch xlorid tugab boradi. Suv qachon elektroz bo'ladi desa, shu tuz tugasa elektroz bo'ladi. Tushunarlimi? Uchinchi holat. Uchinchi holatga juda e'tiborli bo'lasizlar. Bir eritma chizaman. Bir eritmada kumush nitrat bor. Mis sulfat bor va suv bor. Demak, kumush nitrat, mis sulfat, suv bor. Ya'ni 3 ta modda bor. Shunda savol beradi. Birinchi kim elektroz bo'ladi deydi. Birinchi kim elektroz bo'ladi desa, hamma aytadiki, metallar kuchlanish qatorida o'ng tomonda mismi, kumushmi? Kumush nitrat elektroz bo'ladi deydi. Kumush nitrat tugasa, keyin mis sulfat elektroz bo'ladi deydi. Chunki kumush, keyin mis. Bu tugasa, keyin suv elektroz bo'ladi deydi. Ya'ni kim elektroz bo'lishini kationga qarab aytadi. Kationga qarab. Kumush elektroz bo'lsa, kumush nitrat deb yuboradi. Mis sulfat bo'lsa, mis elektroz bo'lsa, ikkinchi mis sulfat, birdan sulfatni ham qo'shib aytaveradi. Keyin suvda aytadi. Sizlar u ishni qilmaysizlar. U zamonning savollari o'tib ketdi. Bu bizning vaqtimiz savol. Endi sizlar nima qilasizlar? Sizlar aytasizlarki, bu eritmada kumush kationi bor deysizlar. Bu eritmada mis kationi bor deysizlar. Bu eritmada vodorod kationi bor. Bu eritmada nitrat anioni bor. Bu eritmada sulfat anioni bor. Bu eritmada OH anioni bor deb kim elektroz bo'lishini aytmaysizlar. Aynan kumush nitrat, mis sulfat birinchi elektroz bo'ladi, ikkinchi elektroz bo'ladi degan gap bo'lmasin. Eng muhim joy mana shu. Kim elektroz bo'ladi desa, bu yerda tanlov 3 talik. Tanlov 3 talik bo'lganligi uchun katodni alohida aytasizlar, anodni alohida aytasizlar. Xo'p. Katod bilan anodni alohida aytadigan bo'lsak, birinchi katodga kim chiqadi desa, kumush deb javob berasizlar. Tok yetsa, mis deb javob berasizlar. Tok yetsa, vodorod deb javob berasizlar. Tushunarlimi? Endi anodni ayt desa, anodda deysizlar, kislorod chiqadi deysizlar. To'g'rimi? Kislorod chiqadi. Endi nitrat bilan sulfatni OH ustunlik qilganligi uchun ikkalasi ham ustunlik qilyapti-ku baribir. Shuning uchun birinchi kumush nitrat elektroz qilaman. Katodga kumush chiqadi, anodga kislorod chiqadi, eritmada nitrat qoladi. Mis sulfatdan elektroz qilsak, katodga mis chiqadi, anodga kislorod chiqadi, eritmada sulfat qoladi. deb reaksiya yozish mumkin. To'g'rimi? Nega unaqa reaksiya yozyapmiz?
Baribir mana kumush nitrat deb aytyapsiz yoki musulfat deb aytyapsiz. Kumush nitrat birinchi elektrod yozdingiz, keyin musulfat elektrod yozdingiz deb aytyapsizlar. Endi bir narsa esdan chiqarmanglar. Bu eritmada qaysi tuz bor desa, kumush nitrat bilan musulfat deb savol shartida aytilgan. Eritmada kumush nitrat va musulfat eritmaga solindi deydi-ku. Eritmada qaysi tuz bor desa, kumush nitrat bilan musulfat bor deyish xato. Nega desa, eritmada kumush sulfat bor. Eritmada mis nitrat bor deyish ham to'g'ri. Eritmada kumush nitrat bor deyish ham, musulfat bor deyish ham to'g'ri. Nega aralashtirib tashladik desa, chunki tuzlar ikkita eriydigan va birga mavjud bo'la oladigan tuzlar eritmaga tushsa, ionlarga tarqalib ketadimi? Ionlar tarqalib ketgandan keyin idishda nima bor desa, kumush nitrat bor deya olmaysizlar. U kumush sulfat ham bo'lishi mumkin. Mis sulfat bor deya olmaysiz, mis nitrat bo'lishi ham mumkin. Umuman tuzni aytmaslik kerak, 3 ta tuz bo'lsa. 3 ta tuz bo'lsa eritmada nima bor desa, kumush, mis ioni, nitrat va sulfat ioni bor deyish kerak. Bu reaksiyani yozdik-ku kumush nitrat va mis sulfat qilib. To'g'rimi? Endi mana shu boshqa vaziyatini ko'rsataman. Boshqa vaziyatni mana eritma chizamiz. Eritmada hop mis nitrat bor. Mis nitrat soldik deydi. Va kaliy xlor soldik va suv bor mana. Mana shunaqa vaziyat. Mana shu vaziyat sertifikat savollarida hozir tushishni boshlagan. Nima bo'ladi savol beradi. Sizlar aytasizlar, bu eritmada birinchi kim e'tiroz bo'ladi desa hamma aytadi. Mis deydi. Chunki kationga qarab tuzni tanlashga o'rganib qolganmiz. Bu esa xato fikr. Keyin kim e'tiroz bo'ladi desa, suv deymiz. Kationga qarab o'rganib qolganmiz-da. Chunki metallar kuchlanish qatorida birinchi mis e'tiroz bo'ladi, keyin vodorod, keyin kim? Kaliy deb qo'yamiz, to'g'rimi? Mana shu ish noto'g'ri. Unda nima qilamiz? Agar idishda 3 ta tuz bo'lsa, mis nitrat, kaliy xlor suv bo'lsa, eritmada nima bor desa, eritmada mis bor deysizlar. Eritmada kaliy bor deysizlar. Eritmada vodorod bor deysizlar. Nitrat bor, xlor bor va OH bor deysizlar. Endi yaxshilab e'tibor beringlar. Katodni topyapman. Katodni ketma-ketligi. Kim? Mis, vodorod, kaliy. Anodni aytamiz. Xlor. Sonra endi qarang nima qilasizlar. Mis nitrat e'tiroz bo'ladi deyapsizlar-ku. Lekin mis xlor e'tiroz qilyapsizlar. Nega desa, birinchi kim chiqdi katodga? Anodgachi? Xlor. Agar kimdir mana shuni birinchi mis nitrat bo'ladi deb qo'ysa, mabodo. Mis nitrat bo'lib qoladi, chiqadi deb qo'ysa, reaksiya bundan yozamiz. Mis nitrat plus suv hosil bo'ladi mis, kislorod, nitrat kislota deydi-yu. Katodga kim chiqdi desam mis deydi. Anodga desam kislorod deb qo'yadi-da. Kislorod deb qo'yami? Lekin anodda kim chiqadi? Xlor chiqyapti-ku. Kislorod ham chiqadi demoqchi bo'lganlarga bunday qilamiz. Kam tok beramiz. Kam tok bersak kim chiqadi birinchi? Mis chiqadi. Vodorodga yetmay qolishi mumkinmi? Katod kim chiqarsa mis chiqadi deysizlarmi? Anodga kim chiqadi desam, xlor chiqadi deyishdan kerak. Kislorodga tok yetmay qolishi mumkinmi? Lekin mana bu reaksiyani yozgan odam birinchi kim e'tiroz bo'ladi desa, mis e'tiroz bo'ladi, keyin suv e'tiroz bo'ladi, keyin kaliy xlor e'tiroz bo'ladi deb qo'yadi-da. Ya'ni kim elektroz bo'lishini katodga qarab fol ochadiganlar bor. Katodga qarab. Bu ish noto'g'ri. Shuning uchun 3 talik yoki 2 talik tuzlar yoki 3 talik modda, 4 talik moddalar qiyin. Mana shu joyga e'tibor berish kerak. To'g'ri, bungacha ko'rganlarimiz oson edi. Osongina yozdik. Katodga mis chiqadi, vodorod chiqadi. Chunki tanlov ikkita edi-da. Mana mis nitrat turibdi. Eritmasi turibdi. To'g'rimi? Katodga nima chiqadi? Mis chiqadi. To'g'rimi? Anodga kim chiqadi? Kislorod. Demak, sizlar bu ishni oldin ham qilgansizlar. Faqat ikkita modda bo'lgani uchun sizlarga oson ko'ringan.
Mana bunaqa qilgansan uni. To'g'rimi? Boshqa moddadan tanladilaringmi? Katodda boshqa moddadan tanladilar, anodda boshqa moddadan tanladilaringmi? Yetib bordimi? Shunda bu reaksiyani yozib ber desa, misitrat va suv. Nega ikkita modda yozyapsan degan odamning o'zi yo'q. Nega elektroz reaksiyasida chap tomonda ikkita modda qatnashgan? Shu vaqtgacha suyuqlama bitta modda edi. Nima uchun ikkita modda qatnashgan desa, ikkita modda qatnashtirishga majburmiz. Nega desa, chunki katod boshqa moddadan chiqyapti. Anod boshqa moddadan chiqyapti. Shuning uchun ikkovini ham yozib qo'ydik. Misitrat nega yozildi desa, katodga bu chiqyapti deysizlar. To'g'rimi? Suvni nega yozing desa, anodga bu chiqyapti deb qo'yasizlar. Yo'q, nitrati chiqdimi anodga? Yo'q-da, ikkita moddani yozdikmi? Ikkita modda yozganimiz uchun misitrat plus suv yozganimizdan so'ng katodga mis chiqdi, anodga kislorod chiqdi. Ya'ni ikkita moddadan chiqdi. Keyin buni chiqmagan vodorodini, buni chiqmagan nitratni nima qildi? Bog'ladi. Buni chiqmagan vodorod bilan buni chiqmagan nitrati bir-biriga bog'lanib qoldimi? Shunaqa reaksiya bo'ldimi? Bu muammo emas. Bu narsani hamma yoza oladi. O'rgandik. Muammo nimada? Muammo uchtalikda. Misitrat, kaliy xlor, suvda. Muammo shunda. Uchovini birdan yozib bera olmayman-ku elektrolizda. To'g'rimi? Shuning uchun bu yerda nima elektroz bo'lsa, bu yerda reaksiya yozilmaydi. Misitrat va kaliy xlor va suv turibdi. Reaksiya yozilmaydi. Nega reaksiya yozilmaydi? Chunki katod kimni tanlayapti? Mis tanlayapti. Anodchi xlorni tanlayapti. To'g'rimi? Tok kam bo'lsa birinchi mis chiqadi katodga deysizlar. Nega misitrat elektrozni yozib qo'ymanglar? Nega desa, chunki misitrat elektroz qachon yoziladi? Endi o'ylanglar. Qachon misitrat bilan suv tandemi paydo bo'ladi? Qachon misitrat bilan suv birgalikda bo'ladi? Chunki katod misdan, anod suvdan chiqsa. Nima degan tushunaymi endi? Ikkalasi birgalikda tandem hosil qilsa, ya'ni birinchi bo'lsa, bir bo'lsa, birga yozinglar. Hozir men misitrat bilan kimni yozishim kerak? Kaliy xlor yozishim kerak hozir. Nima degan tushunaymi? Misitrat bilan suvni emas, kaliy xlorni yozishim kerak. Endi demak, shu reaksiyani yozish xato bo'larmikan endi? Lekin domla, mana bu yerga yozingiz-ku. Ikkita reaksiyani yozingiz-ku desa, yozdim. Chunki kumush kim bilan tandem hosil qilyapti? Suv bilanmi? Yozdim-da. Suv bilan yozish bilamiz-ku. Mis kim bilan tandem hosil qilyapti? Suv bilan yozdik-da. Demak, kumush nitrat suv bilan mis sulfat suv bilan birgalikda elektroz bo'lyapti-da. Sababi katod bundan chiqqan vaqtda anod bundan chiqib o'tiribdi. Suv bilan yozdim qo'shib. Katod bundan chiqqan vaqtda anod bundan chiqib o'tiribdi. Buni ham yozdim, to'g'rimi? Lekin bu yoza olmayman-da endi. Misitratni suv bilan yoza olmayman. Kerak bo'lsa kaliy xlorni ham suv bilan yoza olmayman. Endi mis tugasa kim chiqadi? Vodorod chiqadi. Mis tugasa vodorod chiqadi. Vodorod bilan kim chiqadi desa, aytasiz, "OH" deysizlar. Balki xlor tugamagandir. Bunday qilamiz. Mana bundan 1 mol olamiz. Mana bundan 100 mol olamiz. Bo'ladimi? Bundan ham 1 mol olamiz. Savol. Mis bilan kim chiqadi anodga? Xlor. Mis bilan xlor chiqadi. Mis birinchi tugash aniq-ku endi. Mis tugadi. Endi kim chiqadi? Vodorod bilan xlor chiqadi. To'g'rimi? Demak, mana shu 3 talik moddalar, 4 talik bo'lishi mumkin, sertifikatda 5 talik bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar misitrat bilan elektroz reaksiyasi yozmoqchi bo'lsalaring, o'ylanglar. Misitrat suv bilan tandem hosil qilsagina yozinglar. Tandem hosil qilmayaptimi? Reaksiyani yozmanglar. Bu qanday hisob-kitob qilinadi desa, sizlarga Faraday qonundan o'taman. Farad bo'yicha, miqdor bo'yicha hisob-kitob qilasizlar. Misni chiqarasizlar, xlorni chiqarasizlar. Kelishdikmi?
ana shunaqa alohida chiqarilib elektroz qilinadi, reaksiya yozilmaydi. Suv bilan qachon tuz bilan suvni qachon birga yozishimiz mumkin? O'yladik, eritma elektrolizi, shu yoniga suvni qo'shib qo'yib yozaveraman deb o'yladilar-da. Yoniga suvni yozib yozaveraman deb o'yladilar. Lekin tuz bilan suvni yonma-yon yozish uchun asos bo'lishi kerak. Tuz suv bilan tandem hosil qilish kerak. Uning uchun tandem hosil qilish uchun katodga kumush chiqayotgan vaqtida anodga OH chiqayotgan bo'lsa, mayli ikkovini birdan qo'shib reaksiyani yozinglar. Boshqa vaziyat yozmanglar. Yetib bordimi? Endi keyingi muammomiz. Mis sitrat va kaliy xlor tuzlari eritmaga solindi desa, xo'p solindi. Eritmada qaysi tuz bor desa bilmayman deydi. Mis sitrat soldik-ku, to'g'ri, mis sitrat soldik. Kaliy xlor soldik, to'g'ri, kaliy xlor soldik. Mis sitrat solmasimizda oldin mis sitrat edi. Kaliy xlor solmasimizda oldin kaliy xlor edi. Endi ikkasi idishga tushgandan so'ng to'rtalasi ham erib ketadimi? Mis, nitrat, kaliy xlor ketadimi? Endi bu idishda tuz yo'q. Idishda mis, nitrat, kaliy xlor ionlari to'rtta ion birga bo'la oladi deb o'rganganmiz-ku. Birga yuribdi. Xohlaganlar mis xlor desin. Xohlaganlar kaliy nitrat desin. Farqi yo'q, aytaversin. Tushunarlimi? Xohlaganlar mis sitrat desin, xohlaganlar kaliy xlor desin. Xohlaganlar mis sitrat, mis xlor, kaliy nitrat desin. Nega desa, nitrat ko'p bo'lib ketsa, nitrat ko'p, mis tugatadi nitrat. To'g'rimi? Mis tugatadi, kimga o'tadi? Kaliyga o'tadi. Shuning uchun ikkitalik ko'rsatyapman, uchtalikka o'tadi tushib qolsa, idishda qaysi tuz bor desa, idishda ionlar bor deinglar. Kim elektroz bo'ladi desa, elektroz bo'lishini ketma-ketga aytinglar, lekin reaksiyasi yozmanglar. Aniq mis sitrat elektroz bo'ladi, kaliy xlor elektroz bo'ladi deb aytib qo'ymanglar. O'shanaqa deyish noto'g'ri. Reaksiya yozilmasdan faqat faraddan hisob-kitob qilinadi. O'sha miqdordan, faraddan, jarayondan kelib chiqib hisob-kitob qilinadi. Shunga doir bitta misol ko'rib beraman. Faqat tushunib olinglar. Suv bilan qachon yozish mumkin ekan? Qachonki mana shu tuz suv bilan birgalikda tandem hosil qilsagina yozsa bo'ladi. Bu tandem hosil qilish uchun nima bo'lishi kerak desa, tandem hosil qilish uchun katodga mis chiqayotgan vaqtida mana bu yerda ftor bo'lsa edi mana. Endi bu chiqadimi? Mana shu ikkovini yozsa bo'ladi reaksiyasi deyish kerak-da. Nima degan tushunmaymi endi? Ana shu misolga e'tibor qaratamiz. Shu savol tushadi. Demak, elektroz reaksiyasini tugatdik. Suyuqlama elektroz tugatdik. Eritma elektroz tugatdik. Bittalik eritmani ko'rdik. Mana ikkitalik tushuntirdim. Misol ko'rsak yana tushunamiz. Endi navbat Faraday qonunlari. Demak, Michael Faraday fizik, ximik, elektroz qonunlarini o'rgangan. U bitta tokning kuchlanishini aniqlaydi. Uning hisob-kitoblari qanaqa? Bilamizki, elektronning massasi 0, zaryadi -1 deb o'rganamiz. Demak, elektronning nisbiy massasi 0, nisbiy zaryadi esa -1. Degan aslida elektronning haqiqiy massasi boshqacha. Ya'ni absolyut massasi. Biz elektronning massasini 1.66 ga bo'lib yoki 6.02 ga kattatirib o'rganamiz-ku, to'g'rimi? Lekin haqiqiy massasi 9.1 (10⁻31 kilogramm. Bu absolyut massasi, ya'ni bir dona elektronning haqiqiy massasi. Absolyut zaryad esa, ya'ni haqiqiy zaryad. Elektronning haqiqiy zaryadi 1.6 (10⁻19 kulon. Bu elektronning haqiqiy zaryadi. Kulondagi zaryadi shuncha. Endi
Faradiy aytadiki, demak, kimyo fanida barcha birliklar, massa, mol, hajm 6.02 marta kattalashtirib o'rganiladi. Men Avogadro aytgan. Mana massani ham 6.02 marta kattalashtirib, molyar massa deb olganmiz. Hajmni ham 6.02 marta kattalashtirib, molyar hajm 2 hektolitr deb olganmiz. Hamma narsani 6.02 marta kattalashtirganmiz. To'g'rimi? Faradiy aytadiki, demak deydi, zaryadni ham shuncha marta kattalashtirishimiz zarur deb bitta elektronning zaryadi 1.6 darajasi -19 kulon tok kuchiga ega bo'lsa, zaryadga ega bo'lsa, buni ham 6.02 darajasi 23 marta kattalashtiraman deb 6.02 darajasi 23 ta, ya'ni 1 mol deylik, 1 mol elektron zaryadlar yig'indisi necha bo'lishini hisoblaydi. Demak, 6.02 darajasi 23 ni 1.6 darajasi -19 ko'paytirib 1 ga bo'lsak, 96.320 taqriban 96.500 kulon tok kuchlanish paydo bo'ladi. Demak, 6.02 darajasi 23 elektron oqimi, 6.02 darajasi 23 elektronlar yig'indisi qancha kuchga ega? 96.500 kulon tok kuchiga ega ekanligini isbotlaydi va 96.500 kulon tokni Faradiy o'zini nomiga qo'yadi. Shundan buyon 96.500 kulon 1 farad deb yuritiladi. Tushunarlimi? 1 farad deb yuritiladi va kimyodagi elektroliz jarayonlarining normasi 1 farad deb belgilanadi. Masalan, kimyoda miqdorining normasi qancha desa, yarim mol modda bersa 1 mol topib olamiz. 3 mol modda bersa 1 mol topib olamiz. To'g'rimi? 67.2 litr bersa 20 hektolitr topib olamiz. Chunki miqdorining normasi 1 mol. Hajmning normasi 20 hektolitr. Hamma birliklar normasi bo'lgan kabi tok kuchlanishning normasini 96.500 kulon yoki 1 farad deb olamiz. Tushunarlimi? Endi biz bilishimiz kerak. Masalan, sizlar hammalaring 1 mol moddaning massasi bilasizlar. Chunki normani bilasizlar-da. Va endi hamma bilish kerak, 1 farad tok moddaning qanchasini, qancha qismini, qancha massasini, qancha hajmini, qancha miqdorini elektroliz qilishini bilishimiz kerak. Biz uchun norma 1 farad yoki 96.500 kulon tok. Faradiy hisobotlari bo'yicha 1 farad, ya'ni 96.500 kulon tok elektrolitning, endi moddaning deydi, elektrolitning ekvivalent massasini elektroliz qiladi.